o'quvchilardan matematika, ingliz tili, rus tili, mental texnika va shaxmat sport turidan qatnashib, yutuqli va birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallagan o'quvchilarimiz bor va ularni tabriklasak bo'ladi. Qarsaklar. Shu bilan birgalikda My Dream School International Olimpiad tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro bilimlarini yanada zo'r natijalarga erishgan holatda taqdirlash uchun uchinchi o'rin egalaridan boshlaymiz. Bu uchinchi o'rin egasi Muratova Nasiba. Barmoqlarimizda qarsaklar. Egamberdiyev Jasurbek. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab Chiroyli bo'lib tur shurda. Egamberdiyev Jasurbek. Barmoqlarimizda. Bahrom va Gulsevar. Latipov Rasulbek. Barmoqlar. Egamberdiyev Jasurbek barmoqlar. Bahrom va Gulsevar. Va shurda turing, chiroyli bo'lib turing. Jasurbek barmi? Zo'r. Sog'lig'ini berib oling. Bugungi olimpiadamizda bir-biridan bilimga zukko o'quvchilar qatnashgan ekan. 3-o'ringa faqat shu o'quvchilarimiz nasib qildi. Qolganlarning bilimlari shunday ekan. Endi 3-o'rinni oldim deb xafa bo'lmayman. Xudo xolasa keyingida bundan ham zo'r natijalarga erishamizmi? Xudo xolasa zo'r natijalarga egalaymiz degan umiddamiz. Xayrullayeva Dinara barmoqlar. Xayrullayeva Dinara. Turanbayeva Charosxon. Turanbayeva Charosxon barmoqlarimizda. Turanbayeva Charosxon. Zo'r. Keling, bular bilan biror rasmga tushib olamiz. Keling, yutuqlari bilan. Bugungi olimpiadada qatnashgan 1-o'rindan to 3-o'ringacha bo'lgan barcha o'quvchilar uchun bizlarda xudo xohlasa ertaga soat 9da demo darslari biriktirilgan, ya'ni ta'lim tili ingliz tili bilan maktabda shuni bilasizlar degan holatda bizlarda ta'lim tili ingliz tili bo'yicha filippinlik ustozimiz dars beradilar va bu darsda bemalol qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. 3 kun davomida mutlaqo tekin o'qish imkoniyatiga ega va kelgusida olimpiadaga darajalarni yana ham ko'tarib olishlari uchun bemalol kelsalar bo'ladi. Demak, kelasanlar bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar. Demak, faxrli 2-o'rin egalarini taqdirlashda davom etamiz. Uzakbayev Shahram, barmoqlarimizda. Uzakbayev Shahram. Rustam va Madina Bonu. Bazarbayev Azizbek. Shahram bormilar? Rustam va Madina Bonu. Shaptirda taqiyarlig'ini chiroyli ko'rsatdi. Yakubboy va Muslimaxon. Abdullayev Nurmuhammad. Abdullayev Nurmuhammad. Qurayberganova Dilnura. Qayerdan aytib bering? Yakubboy va Muslimaxon. Dilnura qayerdan aytib bering? Qurayberganova Dilnura. Eknazar va Komila. Barmoqlarimizda. Eknazar va Komila. Kamiljonov Doniyor. Karibayeva Mahfuza.
Karimbayeva Mahfuza. Ro'zimbek va Gulnora. Adambayev Kavron. Qurambayev Orzubek. Yusufbayev Begzod. Yusufbayev Begzod bormi? Hammamiz tushirib olamiz. Hammamiz sovrin tekshirib yozibmi? Davom etadi. Egalari. 3-o'rin egalarimiz bor ekan. Ataxon va Rayhon. Rayimbayeva Shodiya. Rayimbayeva Shodiya. Qurambayeva Sevara. Shavkat va Zahro. Az tushib ketadi, mana buni qilib ko'taring deb aytdim qizlar. Shavkat va Zahro. Ha. Termizda to'g'irlab ko'tarsin-da, tushib ketadi, yonboshidan ko'taring, ha shunday. Hamrayev Shavzod. Shavkat va Zahro borlar. Egamberdiyev Jasurbek bormi? O'quvchilarimizdan faxrli o'rinlari bilan taqdirlayman hamda Rustam va Madina Bonu. Rustam va Madina Bonu bormilar? Abdullayev Nurmuhammad. Davronbek va Salohiddin bormilar? Yüzden yüzler var mı? Maratova Mavina. Yo'ldoshev Temurbek. Xudoyberganov Kazbek. Kazbek bormilar? Yazma. Bitken sertifikatlardan çıktı. Islombekov Asadbek. Allamberganov Umid. Allamberganov Umid bormi? Nizomatdinov Mehriddin. Egamberdiyev Jasurbek. Egamberdiyev Jasurbek. Safarbayev Javohir. Bazarbayeva Maftuna. Bazarbayeva Maftuna bormilar? Şahsat. Oy şahsat. Rustam va Madina Bonu Başka yemin bormi? yoktur. Başka yemin alıp da resimde alamam. Başka yemin alıp dur. Hazır medallarla vererek ki resmi çıkıyor. Bende. Ana turoldiqmi? Maftuna. Şurada dur. Aha. Maftuna bir yoqqa qarang. Maftuna. Shavkat va Zahro bormi? Mana bir yoqqa berdim shu vaqt. Suv hammamiz bir tushamiz. Keyin rasmga tushib olamiz. Ota-onalar, keling. Demak, keyingi 3-o'rin egalarimiz bor ekan. Adambayeva Sevinchoy bor ekan. Ajabbayeva Asalxon. Mamatova Xushida. Yurtlarimiz bardavom bo'lsin, kelgusida bundan ham to'lasiz. Tilakdoshman. Davom ettiramiz.
Bormilar aramizda? Shamsiddin va Elnura. Iskandar va Shahlo. Faxrli ikkinchi o'rin egalari. Ya'ni My Dream International Olimpiada matematika, ingliz tili, rus tili va mentalistika va shaxmat sport turida faxrli ikkinchi o'rin egalari Shamsiddin va Elnura. Iskandar va Shahlo. Aybek va Nozima. Ataxon va Umida. Ataxon va Umida bormilar? Davletgar va Zarina. G'ulom va Mahbuba. Islom va Jana. Kamoliddinov Odilbek. Iskandar Sardobek. Sulaymonov Hamid. Shamsiddin va Elnura. Iskandar va Shahlo. Ataxon va Umida. Davletgar va Zarina. G'ulom va Mahbuba bormilar? Rustam va Jana. Omadli raqam o'yinimizda ularning o'zining farzandlari bor, ya'ni 1-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan farzandlari bor, o'ndan ortiq yaqini bor o'quvchi ota-onalarimiz bizda rag'batlantirgan holatda omadli raqam egalarini taqdirlaymiz. Ustuni olib bersangiz. Hamma yozdingmi? Chiqishlarni ko'rib olamiz. Noxush hisobimiz qaniydi? Raqammi, telefon nomermi? Demak, o'quvchilar, ota-onalar shuncha bo'lgan muddatda yozmagan ota-onalarimiz bor ekan, yozib deguncha bizlarda yana 3-o'rin egalarimiz bor ekan. O'razbay va Charasxon bor ekan. Bormilarmi? O'razbay va Charasxon. Muhammad Safay va Gulsevar. Soyaga kirib o'tir, quyoshda qoldi. Bu uytimi u hozir faxrli turdi. Hayajonlanib. Ataxonov Temur. Uni bir buklangda. Ya bu sizniki. Sarabek atın çıksa yarımına bir size gidin çiçekçi bana. Sayada dur sayada. Birovda qolib qolibdi mashina. Aziz va Eleonora. Saralacağı Eleonora bormilar? sayada tuttu arkasında sayada bola. Zo'r. Keyin. Endi oramizda eng yoshi kichkina qizlar hafta bor. Yana yoshi kichkina bormi? Ana yoqda bor ekan. Yo'q, undan ham kichkinasi bor ekan yoqda. Undan ham kichkinasi Bana karındaşım bu onlarını yazdı. Birden al dedim al. Bunu ilgilenme al bala. Oldu koyuyoruz. Buna elden ait boş gerek. Zulbika degan radikalimiz bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 raqam yozdi. Tabriklayman. Norozilar muborak bo'lsin. Sizni ham tabriklayman. Hep kim kuşak tarafı.
bizlarning maktabimiz hamda olimpiadamiz tarafidan e'tirofimiz omadlilar ichra omadli ota-onamiz ekan va chiroyli gaplaringiz Hey, taqdirdami? hurmatli ota-onalar, kelganlaringiz uchun rahmat. Bu Uchinchi o'rinda o'qishni egizaklarga Biz olimpiadani o'tkazishimizdan asosiy maqsad jamiyatda davlat maktablarini o'qishini orttirish. Bundan tashqari, o'quvchilar bo'sh bo'ldi bo'yicha telefon yoki ijtimoiy tarmoqlar balki bilim bilan mashg'ul bo'lsinlar degan maqsadda shunday chiroyli olimpiadalarni o'tkazib kelmoqdamiz va salmoqli kunlar natijasida bizlarda eng bilimli o'quvchilar bilimlari ortib turibdi, lekin pasayotgani yo'q. Negaki ko'p bilan bo'lsanlar, biz har bir o'quvchi rag'batlantirib bilimga bilan qiziqishini yana ham oshirib bormoqdamiz va birimiz 4-5 mamlakatga shu kungacha Qatar, Dubay, Turkiya mamlakatlariga bir marta emas, bir necha marta borib va u yerdagi tengdoshlari, ya'ni o'quvchilar bilan qatnashib, sovrinli birinchi hamda yuqori o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Kelgusi manzilimiz bu aprel oyida bizlarda Fransiya mamlakati bor, keyin may oyida Ozarbayjonning Boku shahrida o'tkaziladigan xalqaro olimpiadamiz bor va kelgusi iyul avgust oylarida Dubay, Turkiya va Qatar, undan tashqari Gruziya mamlakatlarida o'tkaziladigan xalqaro olimpiadalarda birinchi hamda oliy o'rinni egallagan o'quvchilar bilan birga ketamiz. Ikkinchi va uchinchi o'rinni egallagan o'quvchilarimiz ham xafa bo'lib qolmaymiz. Xudo xohlasa kelgusi olimpiadalarga bilimlarimizni yana oshirgan holatda tashrif buyuramiz va yuqori natijalar ko'rsatamiz degan umiddamiz. Egamberdiyev Jasurbek bor ekan. Borlar yana aramizda. Muhammad Rasul va Aynura. Borlar aramizda. Muhammad Rasul va Aynura. Men maktab o'quvchisi, Mahinur. Shuhratov Quvonchbek. Uchinchi o'rinni egallabdilar. Ya, Aynuranikini men olaman. Olib ketasizmi? Ha. Zo'r, teng. Bir o'quvchimizni yuborib. Egamberdiyev Jasurbek borlar. Egamberdiyev Jasurbek borlar. Hajibayev Begzod yutuqli ikkinchi o'rinni egallabdilar. Hajibayev Begzod. Alisher. Bezat turshurda. Rembayev Alisher borlar. Fayzullayev. Shurda turing, aycha. Fayzullayev Asilbek. Sen tushib kelsin, tushira olmay qoldim bolam. Nodirbek. Dikla Elnora. İskandar va Shahlo. Tushib kelsin, tushira olmay qoldim. Ataxonov. Bekzat, qayerdan tushib keldi? So'raydi mendan. Yuqoridan tushib keldi. Yuqoridan qayerdan tushib keldi? Hozir achaman kamerani. Videoni aytaman. Davletlar va Sarina. Pastga tushib kel. Kelo. Ha, undan atirsan. Rustam va Diana. Shavkat va Zahro. Shalyumda yaxshi ketamiz shu. Ana sora sertifikat olamiz. Kelinglar o'quvchilar. Hozir o'quvchini qarasin. Kelinglar, bir chiroyli bo'lib rasmga tushib olamiz. Instagram'dan motivatsiya chiqadi. Eng bilgan matematik ikkitamiz chiqqan. Yaxshi, uchinchi sinflardan bo'lsin. Kanaldan boshqalar olimpiada. Uchinchi sinf, eng zo'r matematiklarmi? Uchinchi sinflarni chaqiring endi hammasi. Demak, hurmatli ota-onalarimiz savol beramiz. Birinchidan, matematikdan 3-sinfga oid savol beramiz ekan. -7 -8. Çok so'rash.
Oldu. Doğru mu? Hadi bakayım. Ulan matematikte güzel. Hadi. Demek ki mi? Evet, kayıttan sorayım. Demek ki kimde qanday savol var? Ota-onalar, savolunuz bormi? Ben beraman savol. Demek, bular 90 dan baland. 2 plus 2 bölü 2 qancha bo'ladi? 2 plus 2 bölü 2. Javobimiz? Bize 3 sınıflarga javob berdik. Bize Shunda. Doğru aytib 3 plus 2 javobimiz? 2 bölsam 4. Joyimizni egallab turamiz. Savolni beramiz. Keyin 4-sınıfdan sinab ko'ramiz. Joyimizda turib, e'lon etib oling. Uchun egalarimiz bor ekan. Egamberdiyev, Jasurbek, banolar. Shavkat va Zahro. Muzikangizni bir qo'yib bersangiz yaxshi bo'lar edi ustoz. Keling, qo'shig'imizni qo'yib beravering, bilasiz qavlab. Shavkat va Zahro. Hali ular 3-o'rindan yurgan. Rustam va Diana. G'ulom va Mahbuba. Davidlar va Zarina. Keyin nega turamiz, nega turamiz? Alloh ustoz, yana qo'shig'ini qo'yib bersangiz yaxshi bo'ladi. Vohida bormisiz? Ataxon va Umida. Iskandar va Shahlo. Shamsiddin va Elnura. Baldabay va Barno. Abdullayev va Ro'zaxon. Abdullayev va Ro'zaxon. Bu o'rin egalari barchasi ikkinchi faxriy o'rin egallaganlar. Taqdirlashimizni davom ettiramiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Abdullayev Bunyodbek. Ro'zimbayev Sevinch Sevinchoy. Safarbayev Begzod. Sharif va Nozima. Ro'zimbayev Anarbek. Ro'zimbayev Ulug'bek. Soyada dur. Demak, barcha sovrin tezkorlarni davolamiz. O'shani doimiy olib keladigan o'qituvchilarimiz bor. Shularni rag'batlantirib o'tamiz. Tanirberganov Elyorbek ustoz. Tabriklayman. Tanirberganov Elyorbek ustoz. Tabriklayman. Do'stjon va Zumrad ustoz bor ekan. Zumrad ustozimiz bormilar? Sabur va Gulashjon. Sabur Gulashjon. Sabur G'ulomjon ustoz bormilar? Keling ustoz. Ismingizni sal o'zgartirib bering. Ashir va Malohat ustozimiz bor ekanlar. G'afur va Zulfiya ustoz, keling. Doimiy
yoshda olimpiadamizni qo'llab-quvvatlagan holatda o'quvchilarni rag'batlantirib, bilimlarga ega qilib olib kelganlaringiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Xudo xohlasa, kelgusi xalqaro olimpiadalarga o'quvchilarimizni birga ishlab chiqarish nasib etsin. Xudo xohlasa, o'quvchilar shunday tarbiyalashda, o'qitishda davom etinglar. Bugungi Navro'z oylami muborak bo'lsin. Maktabimiz hamda olimpiadamiz nomidan sizlarga chiroyli e'tiroflarimiz. Xudo xohlasa, kelgusida bundan ham zo'r natijaga erishasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Hamda oliy o'rinlarni taqdirlashda davom etamiz. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilgan xalqaro olimpiadada tanlashda o'tkazilgan birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallab va birinchi o'ringa ega bo'lgan o'quvchilarimiz bor ekan. Hamrayeva Malika yutuqli birinchi o'rinni egallabdilar. Rimbayeva Shodiya. Bog'abekov Javohir. Javohir, bosh kiyimini olib tur. Qara. Hozir bir zaman. Hozir qilib olamiz. Ataxon va Shoira. Qilib qizimiz borlar. Birinchi o'ringa nima? Faqat Faxriyon. Tur. Ali va Nilufar. Safarbayeva Mashhura. Tur yaxshi. Cho'zimbayeva Intizor. Sertifikating bu yoqqa tur. Ha. Shaqsat. Anam, to'g'rilab qo'y. Ekbar. Oyog'ing basni. Oyog'ing basni o'rta qo'y. Qarab yoqqa qarab. Usmonov Imon. Safarbayeva Qutbjon. Savjahon. Demak, bu o'quvchilarimiz Turadi birsini qanday ishlaydi? Rajabbayev Dilxushlik. Bazarbayev Omirbek. Bazarbayev Omirbek. Adambayev Saidbek. Bekberganov. Saqcha sayada turalsan, chakimiga o'xshaydi. Ular ne yüzler oliy. Oliy bo'ladi. Abdullayev Demak, tur yaxshi. Sen olsa yemak. Abdullayev Nurmuhammad. Egamberganova Zuhraxon. Sabirov Sanatbek. Quronbayev Jamshid. Atirova Oydinoy. Atirova Oydinoy. Yenge bir chep turasizmi? Atabekova Mahriyo. Asilbek qarab tur. Jumanazarova Donoxon. Bazarbayev. Allanazarova Oydinoy. Sultonbayeva Komila. Bahadirov Sarvarbek. Arapov Qudratbek. Berganova Gulbonov. Pina. Asliddin. Turobjon.
Ana chiqdimi? Timur. Bir hammamiz o'tsin bilgan bir fazaxonalari bilan rasm tushsak bo'lmaydi. Shunda. E'tiborlarimiz sizlar uchun taqdim etilgan ekan. Bu narsani unumli foydalanamiz. Bu safar namozimizda keyingida harakat etamiz. Ya so'g'ib chiqib keldik. Shunday ekan, demak, boshlaymiz. Remberganov va Chinora chempion bo'ldilar. Tabriklaymiz. Ana shu ro'zik chemadon bering. Atamuratov Ozodbek. Medal berilmaydi. Kubok bering. Atamuratov Ozodbek. Qadambayeva Mo'minur. Altabayev Ma'murjon. Barmalar. Iskandarov Sohibjon. Xo'jamatov Alijon. Babajonov Islomiy. Ana shu bolamiz qanday? Eng chetda turgan qarab chemadon bering. Yo'q, birinchi bular chempion, kubok egasi, medal shartnomasi olgan. Demak, kuboklarimizni ko'tarib turamiz. Damlagan tushsana, damlagan. Qachonga 88 bal egasi kim edi? Keling. Ularga birinchi o'rin berib yuboring. Birinchi o'rin. Kim bo'lam? Yo'la. Hech qanday ishlab uçup qoldi. Aynen.